Ukrainaga qarshi urushayotgan mingdan ortiq o'zbekistonliklar ro'yxati e'lon qilindi. O'zbekistonda 3 oyda 9 mingdan ziyod oila ajrashgan. Turkiya Markaziy Osiyo davlatlaridan ranjidimi? Assalomu alaykum. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan jarayon ko'rsatuvi. Ukrainaga qarshi urushayotgan mingdan ortiq o'zbekistonliklar ro'yxati e'lon qilindi. Ukrainaning Men yashashni xohlayman loyihasi Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzib, Ukrainaga qarshi urushda qatnashgan 1100 nafar o'zbekistonliklarning ma'lumotlarini oshkor qildi. Qayd etilishicha, bu ro'yxat to'liq emas. Agar Rossiya armiyasi safida turib jang qilayotgan etnik o'zbeklar ham hisobga olinsa, ularning soni bir necha ming kishiga yetgan bo'lardi. Mualliflarning ta'kidlashicha, O'zbekiston KXSHTdagi a'zoligini to'xtatib turganiga qaramay, hukumat o'z fuqarolarining Rossiya armiyasiga yollanishiga ko'z yummoqda. 1100 kishilik ro'yxatga Ukrainada asirga tushganlar kiritilmagan. Ular faqat Rossiya armiyasi safida harbiy harakatlarda qatnashayotgan yoki qatnashgan O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Ro'yxatda O'zbekiston fuqarolarining ism-sharifi, tug'ilgan sanasi, Rossiya Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzgan sanasi, harbiy xizmatdagi shaxsiy raqami hamda vafot etgan sanasi keltirilgan. O'zbekistonning urushga yollangan fuqarolarining katta qismini 21 dan 50 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Ma'lum qilinishicha, ro'yxatdagilardan kamida 109 nafari vafot etgan. Ularning yoshi 21 dan 62 gacha bo'lgan. Afg'oniston bu yil 30 ming ziyoratchini hajga yuboradi. Joriy yilda 30 ming afg'onistonlik Saudiya Arabistoniga haj safariga boradi. Allaqachon 230 kishidan iborat birinchi ziyoratchilar karvoni Madinaga yo'l olgan. Afg'oniston haj va vaqf vazirligiga ko'ra, ziyoratchilarni tashish 1 oy va 2 kun davomida 97 ta maxsus reysda amalga oshiriladi. Afg'oniston hukumati ziyoratchilarning butun safari davomida xavfsizlik, tartib va yuqori darajadagi xizmatni ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rayotgani ta'kidlanmoqda. Jumladan, ziyoratchilar tashkiliy ishlarini va logistikasini yaxshilash maqsadida turli viloyatlarda maxsus haj muvofiqlashtirish markazlari tashkil etilgan. Haj safari narxi har bir ziyoratchi uchun 3924 AQSh dollari miqdorida belgilangan. Ma'lumot uchun, Saudiya Arabistoni 2025-yilda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan O'zbekistonga 15 ming, Tojikistonga 7 ming, Qozog'istonga 4,5 ming, Qirg'izistonga 6 mingdan ziyod kvota ajratgan. Turkmanistonga qancha ajratilgani esa noma'lum. Ahmad Qodirov fondi G'azodagi og'ir yarador bolaga yordam ko'rsatdi. Ahmad Qodirov nomidagi fond Isroil bombardimoni oqibatida og'ir tan jarohati olgan g'azolik bolaga moliyaviy va gumanitar yordam ko'rsatdi. Bu haqda Grozny Inform Falastin xayriya tashkilotiga tayanib xabar berdi. Gap shundaki, bola yashagan uy bosqinchi Isroil harbiy havo kuchlari tomonidan nishonga olingan edi. Portlash to'lqini yosh bolani qo'shni tomga uloqtirgan. Buning oqibatida u og'ir tan jarohati olgan edi. Bolaning oila a'zolari taqdiri esa noma'lumligicha qolmoqda. Voqea aks etgan suratlar xalqaro ommaviy axborot vositalarida tarqalib, ko'pchilikning noroziliklariga sabab bo'lgandi. Shuningdek, fond tomonidan bolaning davolanishi uchun mablag' ajratilgan hamda uning birlamchi ehtiyojlari ta'minlangan. Vakillar bolaga to'liq sog'ayguniga qadar yordam ko'rsatishni bildirgan. O'zbekistonda 3 oyda 9 mingdan ziyod oila ajrashgan. Joriy yilning birinchi choragi davomida O'zbekistonda 9063 ta nikoh bekor qilingan. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov hisobotida ma'lum qilindi. Unga ko'ra, ko'rib chiqilgan ishlar natijasida 9063 ta nikoh bekor qilingan, 6010 ta da'vo talablari rad etilgan, 1481 ta ish ko'rmasdan qoldirilgan hamda 577 ta da'vo bo'yicha ishni yuritish tugatilgan. Ma'lumot uchun 2024-yilda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 30 mingdan ortiq nikoh bekor qilingani haqida xabar qilingandi. No'mon Qurtulmush Turkiya Markaziy Osiyo davlatlaridan ranjidi. Turkiya Buyuk Millat Majlisi spikeri No'mon Qurtulmush Kipr masalasida Markaziy Osiyo davlatlarining pozitsiyasidan Anqara chuqur ranjiganini bildirdi. Bu haqda u TV100 telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Qurtulmushga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston Shimoliy Kiprda elchixona ochmagan. Boshqa ayrim Markaziy Osiyo mamlakatlari esa Kipr bilan aloqalarni qo'shni davlatlardagi elchilari orqali olib bormoqda. Spikerning aytishicha,
Haqiqatdan ham Turkiya bunday qadamni kutmagan edi. Bizning juda ham hafsalamiz pir bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, Turkiya hech qachon Markaziy Osiyo davlatlarining uchinchi davlatlar bilan qanday aloqada bo'lishini belgilamaydi. Biroq Turkiy davlatlarning o'zaro hamjihatlikda ish ko'rmasligi Anqarani jiddiy xavotirga solmoqda. Ma'lumot uchun, oldinroq O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Kipr bo'yicha pozitsiyasiga sodiqligini bildirib, Turkiya nuqtai nazariga qarshi chiqqandi. Rossiya Kremlning xalqaro targ'ibotiga rekord miqdorda mablag' sarfladi. Rossiyadagi Rossiya Today telekanali o'tgan yili xorijda Kreml targ'iboti uchun 31 milliarddan ziyod rubl sarfladi. Bu kanal tarixidagi rekord ko'rsatkich bo'lib, 2023-yilga qaraganda 4,2 milliard rublga ko'p. E'tiborlisi, Rossiya Today budjeti deyarli to'liq davlat tomonidan moliyalashtiriladi. 2024-yilda kanalga 28,6 milliard rubl ajratilgan bo'lsa, 2025-yilda bu raqam 31,1 milliardga yetishi kutilmoqda. Bu mablag' hatto ba'zi Rossiya mintaqalari yillik budjetidan ham yuqori. O'tgan yilda Rossiya Today 410 million rubl foyda ko'rgan va bu kanal uchun 2022-yildagi zararli hisobotdan so'ng katta o'sish hisoblanadi. Shunga qaramay, Rossiya Today davlat mablag'larining qanday sarflagani haqida ochiq hisobot bermagan. Bundan tashqari, kanal arab tilidagi auditoriyani kengaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Azon Globalda jarayon tahlillarini kuzatib borib, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.